Yigitmisan yigitday, tog'da uchgan bir gutday. Voy, rosa kelishgan yigit ekan, va ko'z tegmasin. Voy, gapirmang, shunaqa chiroyli, shunaqa odobli yigit, ana shu uchun qo'ldan boy bermaylik deyapman-da. O'zi chet elda o'qib kelgan. Uyi, mashinasi bor, dang'illama hovlisi bor. Eng muhimichi, ota-onasi o'tib ketgan. Voy, vo, zo'ru. Jackpot ekan deb yo'q. Shu uchun oldingizga keldim-da, opajon. Bir o'zingiz haligi bunaqa yigitlarning oshig'i ko'p bo'ladi. Shu uchun birov lip etib ilib ketmasidan sizdan yordam so'ragani keldim-da, opa. Sizni tushundim. Endi mana bu mos. Mosh? Mos. Nimaga? Men bunga yaxshilab o'qib dam solib qo'yganman. Uni keyin nima qilaman men? Mashhurda qilib berasiz. Ichkizdirasiz. Ana o'shanda qizingizga chippa yopishib oladi. Voy opa, balosiz. O'zi-chi, tinmay ovqat chiqaraman u bolani uyiga. Mashhurda qilib berasiz. Qatiqlarni solib, rayhonlarni maydalab to'g'rab, garmdoridan ham sovurib, shunda olib kirsangiz, o'zi qanday ichganini bilmay qoladi. Bo'ldi opa, o'quvring. Qani bo'lmasa. Odamlarim, yordam bering, odamlarim. Voy, shu yigitga insof berib, shu qizimizga chippa yopishib qolsin, iloyim. Voy, bir haftaning ichida to'ylari bo'lib ketsin. Voy, o'zing yordam ber. Parilarim, kelinglar. Ana, bo'ldi. Hadi mana bo'ldi. Suv. Voy. Suv. Qani, mana. Opa, nima bo'ldi? Haqqini bermasangiz bermayman. Voy. Esimdan chiqib ketibdi. Men naqdiga o'rganganman-da, aylanib. Naqdi yaxshi. Necha pul bo'ladi, opa? Endi 100 dan beraverasiz-da. Ko'kidan. O'zi, mayli. Ish qilib to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri. Mayli. Qani, oling.